Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti olimlari ichki turizmning rivojlanishini baholashga qaratilgan so'rovnoma o'tkazdilar. So'rov natijalari ichki sayyohlarning kattagina qismi ziyorat maqsadida safarga chiqishini bildirgan. Shu va boshqa ma'lumotlar haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Ko'pincha insonning hayoti 3 fazaga ish, uy va bo'sh vaqtga bo'linadi. Oxirgi yillarda so'nggisini qiymati ortib bormoqda. Chunki biz qanchalik yaxshi horda qolsak, kayfiyatimiz a'lo bo'lsa, yashashga ham, ishlashga ham bo'lgan ishtiyoq ortib boraveradi. Bo'sh vaqtni a'lo darajada o'tkazish uchun esa sayohatlar qo'l keladi. Ayniqsa u o'z vataningiz bo'ylab bo'lsa, bu 2 karra manfaatli. Ichki turizm turistik xizmatlarni va infratuzilmani rivojlantiradi. Bu esa mahalliy iqtisodni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Iqtisodchilar ichki turizmning rivojlanishini baholashga qaratilgan offlayn so'rov o'tkazdilar. Unda jami 3172 nafar respondent ishtirok etdi. Ularni qariyb 56% erkaklar, 46% ayollar tashkil qildi. So'rovnomada qiziq bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha savollar ko'rib chiqildi. Infografikamizda ko'rsatilgan birinchi yo'nalish bu o'sha respublikaning asosiy qaysi hududlariga sayohatga borasiz degan savol qo'yilganda, Samarqand viloyati 13.4%, Buxoro viloyati 9.6% ni tashkil qildi. Sababi bilamizki, Samarqand va Buxoro viloyatlarida tarixiy obidalar ko'p, qiziquvchilar ko'p aholi. Shuni ham biz ko'rdikki, tahlilda aholi hali ham yosh qatlami ham, yosh katta qatlami ham tarixiy obidalarga qiziqish kattaligi ko'rindi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha savol berganimizda bu, ya'ni O'zbekiston bo'ylab asosan tez-tez sayohatga chiqasizmi degan savol qo'yildi. Qariyb 64% bir yilda bitta chiqargan. Bu albatta yaxshi ko'rsatkich, sababi 23-yil tahlil qilinganda ham bu ko'rsatkich o'sish sur'atlari bor. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning asosiy qismi, aniqrog'i 58.5% tunab qolish uchun mehmon uylarini tanlashini, 10.9% hostellardan, 27.3% mehmonxonalardan, 3.2% chodirlardan foydalanishini qayd etgan. Sayohatni qaysi ko'rinishga amalga oshirasiz deganda, mustaqil ravishda oila a'zolari bilan birga 81.7%, ish joyidan uyushtiriladigan holda 11.5% va operatorlar yordamida 6.5% tashkil qilgan. Eng qiziqarlisi, aholini o'zidan qanday takliflar bor deganda, qariyb 62% ichki turizmni amalga oshirishda maxsus chegirmalarni qilishni taklif qildi. 15% yordamga muhtoj aholiga chegirmalar, 10% maxsus sayohat uchun kreditlar ajratishini va taxminan 5% aholi sayohatni boshqa turlarini tashkil qilishni taklif qildi. Dunyoda iqtisodiy vaziyat qiyinlashgan hozirgi sharoitda ko'proq ish o'rni yaratadigan, investitsiya va eksportni ko'paytiradigan sohalarni qo'llab-quvvatlash zarur. Buni davlatimiz rahbari ta'kidlagan. Turizmda bunday salohiyat katta. Bu sohaga yo'naltirilgan har bir dollar kelgusida 3-4 barobar daromad keltiradi. Har bir yangi ish o'rni boshqa tarmoqlarda yana 2 ish joyi hosil qiladi. Bu masalaning bir tomoni bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston bugun jahon turizm bozorida eng jozibador mamlakatlardan biriga aylanib ulgurdi.